Shunchalik og'riqlar bo'lardiki, chidolmasdim, to'k urganday bo'lib. Shunda pristib yomon berib qolardi. Og'zimni ochib non ham yeyolmasdim, ovqat ham yeyolmasdim. Ariga borib yotib davolandim. Har 2 oy 3 oyga kelib ari olardim. Lekin natijasini ko'rmadim. Operatsiya qildirdim, Allohga shukr. Og'riqlarim yo'qoldi. Men Amonova Pardaxon, Surxondaryo viloyat Dino tumanida yashayman. Men 3 shoxli nerv kasalligi bilan Andijonga keldim. 1,5 yil bo'ldi og'riganiga. Toshkentga ara klinikalariga davolandim. Tishlarim deb o'yladim vaqtiga. Keyin qarasam 3 shoxli nerv meni bezovta qilaverdi. Ariga borib yotib davolandim. Har 2 oy 3 oyga kelib ari olardim. Lekin natijasini ko'rmadim. Ariga chaqtirarmidingiz? Ha, ariga chaqtirardim. Mana bu yerga Andijonga kelib, men mana operatsiya qildirdim, Allohga shukr. Og'riqlarim yo'qoldi. Shunchalik og'riqlar bo'lardiki, chidolmasdim, to'k urganday bo'lib. Shunda pristib yomon berib qolardi. Og'rigan payt hech narsa yoqmasdi, hech narsa qila olmasdim. Og'zimni ochib non ham yeyolmasdim, ovqat ham yeyolmasdim. Shu azobda ko'rdim. Keyin bu yoqda eshitib Andijonga kelib, Allohga shukr, vrachlarning yordami bilan shifo topdim. Ularga kattakon rahmat. Bola chaqasini huzurini ko'rsin, qo'shganlar bilan qo'sha qarsin. O'zimga o'xshagan bemorlarga mana shu yerga Andijonga kelib davolanishni tavsiya qilaman. Hamma mana shu yerga kelishini xohlayman. Men davo topdim. Rahmat vrachlarga. Ilohim, mana shu vrachlarimizni umri uzoq bo'lsin, tanlari sog' bo'lsin. Bola chaqasini umrini ko'rsin. Bizga o'xshagan kasallarni doim sog'ligini berib, umriga, joniga shifo topishini tilayman vrachlardan. Hammasiga sog' salomatlik tilayman. Yaratgan egam doim o'z panohida asrab yursin shularni. Men doim mana shu vrachlarga duo qilaman. Shifo topdim ularga. Kattadan katta rahmat. Ilohim, amin. Alloh